Men har xil narsalarni ko'rib, eshitib, bilib, mana bilmay qoldim. 25 kun yotganimda. Assalomu alaykum. Bugun ortiqcha vazndan xalos bo'lib, og'ir operatsiya orqali bo'lsa-da chiroyli qomatga ega bo'lish urfga aylandi. Bu esa ozdirish biznesini keltirib chiqardi. Instagramda dietologiya va kosmetologiya kurslari, ozdiruvchi dorilar biznesi millionlab daromad keltirmoqda. Reklamalarda buning faqatgina yorqin tarafi ko'rsatiladi. Biz esa uning xatarlari, psixologik sabablari va oqibatlari haqida bilmaymiz. Yaqinda Vayner Kokoshning operatsiyadan keyingi holati, undan avvalroq aktrisa Halima Ibragimovaning o'limi orqali bu oqibatlardan xavfsirab qoldik. Hozir sizga oshqozon kestirishni boshdan o'tkazgan ikkita oddiy ayollarning mulohazasini eshittiramiz. Aziza 27 yoshda. Operatsiya qildirganiga 8 oy bo'ldi. Men reklama kompaniyasida ishlayman. Ishga olishganda birinchi savol shunday bo'lgan. Ozish niyating bormi? Shu savoldan keyin o'zimni juda noqulay his qildim. Negadir miyamga shu narsa o'rnashib oldi. Keyin operatsiyaga pul to'play boshladim. 2024-yil fevralda operatsiya qildirdim. Ilk oylarda o'zimni ajoyib his qildim. Ozdim, ideal qomatimga ko'ylaklar mos kela boshladi. Lekin keyin jigarim yaxshi ishlamay qola boshladi. Buyog'iga temir yetishmovchiligi. Shamollashdan boshim chiqmay qoldi. Ishonasizmi, kun davomida qaysi vitaminimni qaysi paytlarda ichishim kerakligini o'ylab yuraman. Chunki shularni ichmasam mazam qochadi. Rosti o'ylab qolaman. O'zi oldin erkin yashashimga nima xalal berayotgan edi? Xullas, har narsaning narxi bor ekan. Meniki esa sog'lig'im bo'ldi. Dilorom 32 yoshda. Operatsiya qildirganiga 1,5 yil bo'ldi. Umrim mobaynida o'zimni yomon ko'rib yashadim. Hamma meni bo'g'irsoq deb atagan. Turmush qurdim, farzandli bo'ldim, lekin ko'nglimda doim o'sha og'riq bor edi. Bir kuni Instagramda bir blogerni ko'rdim. Oshqozon operatsiyasidan keyin qanday o'zgarganini ko'rsatgan. Shu zahoti qaror qildim. Men ham shunday bo'lishim kerak. Operatsiyadan keyin hayotim keskin o'zgardi. 30 kilogramga ozdim, lekin men o'zimni hali ham yaxshi ko'ra olmadim. Qo'rquv, tushkunlik, ovqatdan qochish har kuni men bilan birga. Endi tushunyapman. Muammo vaznimda emas, o'zimni qabul qilganimda ekan. Oshqozonni kichraytirish shunchaki operatsiya emas. Bu butun hayotingizni o'zgartiruvchi va ba'zan esa og'ir oqibatlarga olib keluvchi qadam. Haqiqatni bilishingiz kerak. Bir aniq tasdiqlangan chegaralar yoki standartlar mavjud emas bariatrik va metabolik xirurgiyaga. Masalan, ortiqcha vazn bemor kelyapti, jarrohlik amaliyot qildiraman deb. Masalan, hozirgi kunda mavjud bo'lgan standartlarda tana vazni indeksi 40 dan yuqori bo'lsa, bu jarrohlik amaliyotga ko'rsatma deyiladi. Lekin qarang qana ahvolat. Kimdir tana vazni 40 ga to'g'ri keladi, lekin bu insonda hech narsa bezovta qilmaydi. Ya'ni bu ortiqcha vazn yashash tarziga, ish faoliyatiga ta'sir o'tkazmaydi. Qon bosimi joyida, qand miqdori me'yorida, xolesterin qonda hammasi me'yorida. Ya'ni ortiqcha vazn bu nima desak, bir fiziologik norma nimasida. Lekin standartlarda indeks massa 40, bunga operatsiya ko'rsatma deydi. Hech qaysi inson o'tirib buni hisoblamaydi. Buni oddiy qilib hisoblaymiz. Bo'yidan 100 da olib tashlasak, mana shu norma bo'lishi kerak. Bo'yi 1.60 mi? Normalniy holat, vesi 60 kilo bo'lishi kerak. Ya'ni individual yondashuv yo'q. Mana shu hozirgi kunda tasdiqlangan qanaqadir hali to'liq ilmiy asoslanmagan standartlarga asoslangan holda ko'plab mutaxassislar jarrohlik amaliyotlar bajaryapti. Va achinarli holat nimadan yuzaga kelyapti? Avvalambor xalqimiz bu jarrohlik amaliyotda qora tomonlari, manfiy tomonlaridan xabardorsiz. Nima uchun? Ko'p insonlar hozirgi kunda mana shu ozdiradigan plastik operatsiyalar haqida
juda katta ma'lumotga ega, faqat ijobiy tomoni. Nima uchun? Ijtimoiy tarmoqlar juda kuchli reklamasi ketyapti bu yo'nalishda. Lekin o'zingiz tushunasiz, reklama, men har doim aytaman, reklama bu 100% haqiqat emas. Haqiqat yo'q emas reklamada. Haqiqat bor, lekin reklamada hech qachon o'zini bir mahsulotini kamchiliklarini ko'rsatmaydi. Kamchilikni biz jarrohlar aytamiz. Mana shu ijtimoiy tarmoqlarning ta'siri juda kuchli bo'lgan vaziyatda ming afsus shifokorlar, ko'plab shifokorlar bu narsani xalqqa, insonga tushuntirib bera olmayapti yoki xohlamayapti. Uni tushuntirish qiyin endi. Xohlamayapti. Bir. Ikkinchi, bilasizmi qanaqa vaziyat? Ko'p jarrohlar bariatriya bilan shug'ullangiz keladi. Bunga maxsus tajriba bo'lish kerak, talab bo'lish kerak. Hozirgi kunda bariatrik jarroh bilan shug'ullanaman degan shifokorlarga aniq talab yo'q. Masalan, menimcha yillik tajriba, menimcha operatsiya qilgan, sertifikati bormi, yo'qmi, malaka oshirganmi, yo'qmi? Mana shunaqa tushunchasi yo'q. Mana shuni hisobiga xaos bo'lyapti. Yana bitta sabablardan biri. Mana qarang, semizlik aslida bu endokrinologik kasallik, ya'ni modda almashuvi buzilishini natijasida yuzaga keladi. Bu amaliyotga ko'rsatmani jarroh emas, bu amaliyotga ko'rsatmani endokrinolog, dietolog, psixonevrologlar qo'yish kerak. Ular bizga jo'natirish kerak jarrohlarga. Biz jarrohlar qachon operatsiyaga qarshi ko'rsatma qo'yamiz? Xirurgik jihatdan hamroh og'ir kasalligi bor, oldin qanaqadir amaliyotlar o'tkazgan bo'lsa, biz amaliyotga qarshi ko'rsatma qo'yamiz, lekin yuqorida ko'rsatgan mutaxassislarimiz amaliyotga ko'rsatma qo'yib bergan holatdagina biz operatsiya qilamiz. Hozirgi kunda qanaqa holat bo'lyapti? Amaliyotga ko'rsatmani jarrohlar qo'yapti. Va shunaqa vaziyat bo'lyaptiki, nima uchun ko'plab asoratlar muammolarga yuzaga kelyapti? Mana shu asoratlar muammolar yuzaga kelgan holatlarni, klinik holatlarni tahlil qiladigan bo'lsak, buni sababi mana ilmda multidisiplinar yondashuv degan bor. Ya'ni ko'p bir nechta mutaxassis mana shunaqa vaziyat, mana shunaqa holat yo'q. Mana shunaqa vaziyat, holat yo'q. Va bilasizmi, bariatrik xirurgiyani natijalari ham juda keng ko'rsatilyapti ijtimoiy tarmoqlarda. Kasalni ko'rsatyapti. 1 oy oldin 120 kilo, 1 oydan keyin 100 kilo, 6 oydan keyin 70 kilo. Juda nima desam, ta'sirchan bo'lyapti-da. Ayniqsa yosh mutaxassislarimiz bunga yengil qarab, men shu narsa bilan shug'ullangiz kelyapti. Biz 4-5-kurs talabalarni o'qitamiz. Talabaga savol beraman. Kim bo'lmoqchisan? Jarroh. Qaysi sohasini tanlaysan? Men plastik jarroh bo'lmoqchiman, bariatriya bilan shug'ullanmoqchiman. Chunki ularda ming afsus to'liq tushuncha yo'q. Endi qarang, qanaqa vaziyat, qanaqa holat bo'ladi. Mana kelyapti. Shifokorga bemor murojaat qilyapti, ortiqcha vazni bor. Oddiy qilib aytganda chiroyli bo'lmoqchi. Shifokor qarayapti, hozirgi kunda mavjud standartlar, o'sha tana vazni indeksi 40 dan yuqori, yo metabolik sindrom degan tushuncha bor. Metabolik sindrom bu qon bosimini oshishi, qand miqdorining oshishi, ortiqcha vazn va qon tahlillarida triglitserid, xolesterinda oshsa, bu metabolik sindrom deymiz. Bilasizmi, hozirgi kunda O'zbekiston sharoitida bizda ovqat iste'mol qilish tarzimizda hammada deyarli bor bu metabolik. Va bu metabolik sindrom bo'lganda indeks, mana shu tana vazni yana ham tushirilgan 35, bu amaliyotga ko'rsatma. Ko'p jarrohlar endi jarroh operatsiya qilgisi keladi. Operatsiya qilgisi keladi. Mana shu individual yondashuvsiz chegaralangan ko'rsatmalarga asoslangan holda jarrohlik amaliyotni bajaradi. Lekin ming afsus 95% ijobiy natija bo'ladigan bo'lsa, bir 5% bemorlarimizda asoratlar yuzaga keladi. Bu asoratlar yengil ko'ngil aynash qayd qilishdan boshlab og'ir o'lim bilan tugagan holatlar bor. Qayta jarrohlik amaliyot o'tkazib uzoq muddat statsionarda va reabilitatsiyaga muhtoj bemorlar bor. Ming afsus, aholimiz bundan xabardorsiz. Shuning uchun mana shunaqa xaos yuzaga kelyapti.
Operatsiya bu nafaqat og'ir tibbiy jarayon, balki juda jiddiy psixologik sinov. Shifokorlar bu xirurgik aralashuvni faqatgina og'ir holatdagi, sog'liqqa xavfi bo'lgan holatlardagina tavsiya etishadi. Aktrisa Zuhra Soliyeva ana shunday bemorlar safidan muvaffaqiyat bilan chiqa olganlar sirasiga kiradi. Menda ehtiyoj bo'lgan bariatriyani boshimdan o'tkazganman. Organizmimda endokrin gormonlarim buzilish oqibatida gormonlarim buzilib, kundan kun sog'lig'im yomonlashgani sabab juda sinchkovlik bilan tanlaganman. Menga ham kelganlar Pekinga qilamiz, keling, bizada qildirganingizni bildirsangiz bo'ldi deb. Yo'q, 2 yil kuzatganman. U vrachi ishini, inson organizmini o'sha ortiqcha vazndan qutulish uchun jarrohlik amaliyotigacha olib kelish kerak emas. Sekin qadam bosib, tabiiy yo'l bilan boshlash kerak. Tabiiy yo'l foyda qilmagandan keyingina jarrohlik amaliyotini o'ylash kerak deb bilaman. Chunki men o'zimdan ham o'sha oldin tabiiy yo'l bilan harakat qilganman, to'g'ri ovqatlanganman, uyimga kelardi to'g'ri ovqatlanish, sport zalga borganman, suzishga borganman, uyimda yuradigan yo'lakcham ham bor, televizorga qarabam, lekin to'g'risini aytaman, 100 grammga ham ozmasdim. Nimaga deb alam qilardim. Men unda bilmasdim, menda gormonlar buzilishi oqibatida shunaqa bo'lyapti deb. Keyin shifokorga borganimda gormonlaring buzilib bo'lgan dedi. Buzilish jarayonida bo'lsa yo buzilish boshlang'ich jarayonida bo'lsa qutqarish bo'lardi, to'xtatish. Lekin buzilib bo'libdi dedi. O'zimda ham bo'lgan bu narsa, tez natijalarga erishish, boshida o'sha qanaqadir ozdiradigan dorilar ham ichganman. Ichganimdan keyin qaysi vaqtda ozib yana 3 barobar semirganman. Hech qachon insonning organizmi bittada tez ozmaydi. Sekin asta bo'ladigan jarayon bu. O'zbekistonda bu operatsiyalar yil sayin ko'payib bormoqda. Ularning 30-40% Instagram standartlari va ideal qomat muammosi bilan operatsiya ilinjida kelishadi. Shifokorlar esa buni asossiz operatsiya deb atashadi. Bilasizmi? Bajarding. Ko'rsatma bilan asoslik amaliyot bajarganda ham hamma narsa tekis silliq bo'ladigan holatda bemorlarimizda bitta katta yutqazish bo'ladi. Biz amaliyot vaqtida 70% oshqozonni olib tashlaymiz. Tasavvur qiling, 70% da oshqozon, mana shunchagina oshqozon qoladi. 3 qoshiq ovqat bilan qorni to'yadi. 4-qoshiqda yeya olmaydi. Yegiz keladi, yeya olmaydi. Yesa og'riq paydo bo'ladi, ertaga muammo, problema yuzaga keladi. Men o'ylayman, bu ham katta minusdan. Nima uchun? Chunki bilasizmi, organizmga tushadigan hayotga kerak moddalar bu hammasi oshqozondan o'tadi, og'iz orqali. Masalan, biz shifokorlar dori-darmon yuboramiz. Bilasizlar, men ayrim holatlarda bemorlarga aytaman. Tabiiy bir piyola ichgan, masalan, bir sharbating, yo bir shirin choying, yo bir limon choying tomiringdan qo'ygan 1 litrda o'rnini bosadi deyman. Lekin bu tabiiy yo'l bilan, bu biz yuborganimiz sun'iy yo'l bilan deymiz. Tasavvur qiling, organizmga kiradigan asosiy darvozani aslida biz qisqartirib qo'yganmiz. Vaqtinchalik, to'g'ri, bemor hamma narsani taroziga qo'yishimiz kerak. Qay darajada ortiqcha vazn xalaqit beryapti. Taroziga qo'yib, haqiqatan bu vazn hayotga zarar bersa, operatsiya qilamiz. 180-200 kilolik bemorlar keladi. Shunaqa bemorlar bor, yura olmaydigan holatlarda olib kelishgan, ortiqcha vaznda hisobga. Lekin asossiz deganim shikoyat bo'lmay, lekin men bu standartga to'g'ri keladiganlarni operatsiya qilish ko'rsatmani 7 o'lchab bir kes deydi-ku, 7 o'lchamasdan operatsiya qilishdi, bu men tushunchamda asossiz amaliyot. Ming afsus, buni miqdori juda ko'p. Masalan, bizning klinikamizga murojaat qiladigan 30-40% bemorlarni qaytarib yuboramiz. 5% da tibbiy jihatdan amaliyotga qarshi ko'rsatma bordir. Lekin 30% da yuqorida aytgan guruh, o'rtacha guruhlar, ular harakat, bilasizmi, jarrohlik amaliyot bu devor.
bo'ldi, mana iloji yo'q. Mana shu binodan chiqib ketishda iloji yo'q. Hamma joy devorni sindirishimiz kerak. Lekin eshik bor, oyna bor, qo'shimcha eshik bor. Mana shulardan foydalanmasdan kelib devorni sindiramiz deydi-da. Mana shunaqa holatlarni asossiz deb hisoblaymiz, baholaymiz. Yil sayin bemorlarning soni oshib bormoqda. Masalan, biz bu amaliyotni boshlaganimizga mana 4-yil ketyapti. Birinchi yil biz 100 ga yaqin jarrohlik amaliyot bajargan bo'lsak, masalan, o'tgan yil biz 400 dan ortiq amaliyot bajardik. 4 yilning ichida 1000 dan ortiq jarrohlik amaliyotga egamiz. Lekin bir narsani yuqorida men sizga aytib o'tdim, bu 1000 ta qilgan operatsiyamiz, demak bu 1,5 mingta kasal murojaat qilgan, yuqorida aytdim, 30% kasallarni amaliyotga nima qilamiz. Kasal ko'payib bormoqda. Chunki bilasizmi, semiz aholi oldin ham bor edi. Lekin jarrohlik yo'li bilan semizlikdan xalos bo'lishni deyarli bilmasdi. Bariatrik operatsiya bu bir qanaqadir panatseya emas yoki hamma muammoing hal bo'ldi degani emas. Bu bir qisman mana shu bosqichdagi bir zvino. Biz akseleratormiz, tezlatamiz bu jarayon. Mana shu narsa, lekin tezlatish jarayonida boshqa tomonga tezlatib yuborish mumkin bu jarayonni. Organizm uchun jarrohlik amaliyoti juda katta stress bu. O'shaning uchun qaysi organizm bu stressni ko'tara oladi, qaysi organizm stressni ko'tara olmaydi. Bu shunaqa holatlar bo'lgan. Bemor bizga murojaat qilyapti. Tushuncha yo'q amaliyot haqida. Ko'rgan, reklamani ko'rgan, operatsiya qildi, ozdi, chiroyli bo'ldi, yengil bo'ldi, qushdek uchib yuribdi, chopib oldimizga keladida, o'tirib amaliyotni tushuntirib, albatta ijobiy tomonini tushuntiramiz, keyin manfiy tomonlarini, xavf tomonini tushuntirib, sani suhbatingni oxirigacha yetkazmasdan qildirmayman deb turib ketganlar bor. Bilasizmi, yana qanaqa vaziyat bo'ladi? Ayrim bemorlar kasalligini bekitgisi keladi. Qanaqadir hamroh kasalni bekitgisi keladi. Baribir ham ertaga bu namoyon bo'ladi. Masalan, bemor oldimga kelyapti, mani deydi, belim og'riydi deydi, ortiqcha vaznim xalaqt beryapti deb xonamga oqsoqlab kirib kelgan bu bemor. Amaliyotni tushuntirganimdan so'ng nafaqat amaliyotni minus tomonini tushuntiramiz bemorlarga, balki alternativ yo'llarni tushuntiramiz har bir bemorga. Ya'ni alternativ yo'li degan operatsiyasiz qanaqa ozish usullari bor. Shunga harakat qilib ko'rdingmi? Harakat qilib ko'rgin degan narsalarni tushuntiramiz. O'sha oqsoqlab nima qilib kelgan bemor operatsiyaning minus tomonlarini, alternativ tomonlarini eshitgandan keyin turib, chiroyli xonamdan chiqib ketgan vaziyat holatlar ham kam emas. Og'irlik nuqtai nazaridan bu jarrohlik amaliyoti kichik jarrohlik amaliyoti emas. Bu tirnoq olib tashlash emas. Bu yoki oddiy appenditsit emas yoki oddiy grija emas. Bu murakkab jarrohlik amaliyot turlariga kiradi va bemorlar bu jarrohlik amaliyotini qanchalik murakkabligini tushunish kerak. Biz xursand bo'lardikki, bemorlarning hammasi ham faqat jarrohlik uchun, faqat estetika uchun, chiroyli bo'lish uchun emas, sog'lom bo'lish uchun murojaat qilishsa. Va bu ishlarni amalga oshirishda, demak, sog'lom hayot tarzi, sport bilan muntazam shug'ullanish, sog'lom parhez bilan shug'ullanish va imkon boricha agar qo'ldan kelsa tabiiy yo'llar bilan ozishga erishish. Agarda bemor bu narsalarga tayyor bo'lmasa yoki haqiqatdan ham bir necha marta bu narsalarga erishishga harakat qilsa-yu, ya'ni fitnessga borsa, sport bilan shug'ullansa yoki sog'lom hayotga, ya'ni parhezlarga rioya qilsa-yu, buni natijasi bo'lmasa, ana undagina ko'rsatmalarga rioya qilgan holda va bemorlar bunga oldindan psixologik tayyor bo'lib, keyin jarrohlik stoliga yotishini tarafdorimiz. Dunyo tibbiyotida ham bu yo'nalishda xuddi bizdagi kabi xaoslar kuzatilgan. Hatto kosmetologlar tomonidan o'tkazilgan operatsiyalar aktrisa va modellarning o'limiga sabab bo'lgan. Bu holatlar ommaviy axborot vositalarining plastik operatsiyalarga nisbatan tanqidlarni kuchaytirishga, shuningdek mutaxassislar litsenziyasini tekshirishni kuchaytirishga sabab bo'lgan. Ayniqsa estetik xirurgiya ommalashgan mamlakatlar, masalan Janubiy Koreya yoki AQShda vrachlarning malakasini oshirish va bunday protseduralar uchun xavfsizlik talablarini mustahkamlash bo'yicha talablar kuchaytirilgan.
Bu borada xorijda faoliyat yuritayotgan o'zbekistonlik shifokor bilan bog'landik. Har bir bemor qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, bu Amerikada bo'ladimi yoki boshqa chet davlatdanmi, O'zbekistondami, operatsiyaga kirib ketayotgan bemor ma'lum bir foizdagi risk bilan operatsiyaga kiriladi. Bu har bir davlatdagi boyagi aytgan imkoniyatlarimga qarab turib, risk darajasi ko'proq yoki kamroq bo'lib o'zgarib turishi mumkin. Bu risk nimadan iborat? Bu risk misol uchun birinchi navbatda shu kasalxonani tibbiy anjomlar bilan, tibbiy texnikalar bilan qanchalik ta'minlangani, vrachning malakasi qanchalik darajada bu narsani texnik tomondan to'g'ri bajarilganligi. Nima uchun buni ham aytmoqmanki, misol uchun O'zbekistonda shunaqa holatlar bo'ldiki, operatsiya qilinadi, oshqozonni olishdi, lekin bemor ozmadi. Nima uchun? Bu yerda texnik qaysidir parametrlarga to'g'ri kelmagan. Shu oshqozonni kerakli darajada, kerakli gradusda kesilmagan, ko'proq qoldirib qo'ygan bo'lish ehtimoli bor. Bu ham rol o'ynaydi. Bundan tashqari vrachlarga bog'liq bo'lmagan risklar bor. Bu nimalar? Birinchidan, infeksiya tushish ehtimoli hech kim kafolat bera olmaydi. 100% hamma narsani sterilli holatda qilsangiz ham infeksiya tushib qolish ehtimoli bor. Shu bemorlar shu operatsiyaga kirib ketayotganda shu riskni ham inobatga olish kerak. Endi tasavvur qiling, plastik amaliyotga o'zini chiroyli bir qomatini chiroyli ko'rsatish uchun operatsiyaga kirib ketayotgan bemor shu mas'uliyatni vrachdan eshitib, shunga rozi bo'lib kiradi. O'sha pasient o'zini hayotini, sog'lig'ini shu riskka rozi bo'lib, shu operatsiyani qildirmasligi endi bu uni shaxsiy xohishi. Yana shunaqa boyaga aytgan sog'lig'i sababli qilinadigan operatsiyalar bor. Misol uchun bemor 100 kilodan yuqori morbid obez deymiz, 120-150 kilo bu bemorni sog'lig'iga zarar yetkazyapti. Ya'ni odatda semiz bemorlar qatli diabet bo'ladi, qondagi shakar miqdorini, glukoza miqdorini boshqarish qiyin bo'lib boradi, dorilarning dozasi oshib boradi. Og'irlik sababli bemor hansirab, yurakka nima deydi, og'irligi tushib, yurak ishlash funksiyasi buzilish boshlayotgan bo'ladi. Bo'g'imlarga nagruzkaga ko'tara olmay har xil artritlar bo'lishni boshlaydi. Umurtqa pog'onasidan orqa miyani juralari boshlaydi, oyoqlarga og'riqlar uzatish. Mana bu holatda tibbiy ko'rsatma bo'yicha operatsiya qilish kerak bo'ladi. Shunda ham operatsiyani eng oxirgi vaqtga qoldirish kerak. O'zbekistonda shunaqa vaziyatlarni ko'rdim. Bemor 90 kilo, 96 kilo oshqozonni operatsiya qilyapti. Faqat shu bemorni o'zini shu semizman, ozish qolayman degani uchun qilinyapti. Bunaqa riskga ketish bu noto'g'ri. Avvalambor operatsiyani oxir darajaga qoldirish kerak. 10 yil oldin kelganimda ham bu yerda oshqozonni kesish operatsiyalari o'shanda ham ancha oldin boshlangan edi. Hozirda e'tiborga olsam bu operatsiyalar bu yerda ham kamayib boryapti. Shuni tahlil qildik, nima uchun kamayib boryapti deb. Operatsiyani o'rnini bosuvchi boshqa dorilar chiqyapti hozirgi paytda. Endi bu dorilarning qo'llarini nomini aytmayman, reklama bo'lmasligi uchun, sabab bu dorilar hozir tibbiyotda endi yo'lga qo'yilyapti, lekin hali to'liq hamma tekshiruvlardan o'tib, butun jahon tibbiyoti bo'yicha tasdiqlanmagan. Ularda ham ba'zi bir foiz asorat chiqib kelyapti degan har xil statyalarni o'qib qolamiz. Yaqinda Britaniyadagi mana o'qidim. Internetda ham chiqdi, 70 tacha 80 tacha bemorga asorat beribdi deb. Lekin o'sha dorilardan bemorlar ozib, tana vazni kamayib, qondagi glukoza miqdori nazoratga tushib, ya'ni oshqozon operatsiya qilmaslik darajasigacha ham borilyapti. Taniqli bloger san'atkorimiz Halima Ibragimova ham operatsiya qildirdilar. Eng afsuski natijalar yaxshi chiqmagan. Boya aytganimdek, bemorga infeksiya tushib qolish holati kuzatilgan va bu infeksiya organizmga salbiy ta'sir qilib, qondagi qand miqdorini oshib ketishi natijasida bemorni yo'qotib qo'yilgan. Boyga aytayotgan risklardan bittasi mana bemordagi qo'shimcha kasalliklar yoki sapuslish kasalligi deymiz. Misol uchun mana shu Halimada qandli diabet bo'lgan, organizm infeksiya sababli qand miqdori oshib ketib, uni nazorat qila olishmagan yoki harakat qilsa ham nazoratga tushmagan. Mana bu ham bemordagi qo'shimcha kasalliklar
shu operatsiyadagi risk miqdorini oshirib boradi. Shu risklarni bilgan holatda borish kerak. Avvalambor shu Halima opamizni holatlariga shu operatsiya shartmi degan savol beraman. Va shunga o'zim tahlilni aytaman. Bir videolarda ko'rishim bo'yicha ularda og'ir vaznli bo'lganlik sababli bellarida gireja bo'lib, shura bo'lib, tana vaznini kamaytirishing kerak deb shu operatsiyaga borgan ekanlar. Taxminan vaznlari 130-140 kilo. Endi tasavvur qiling, boshqa shu qorindagi ma'lum bir yog'ni abdominoplastika qilib necha kilo yopib tashladi? 5 kilo olinar, 10 kilo olinar. Lekin shu 5-10 kilo bilan bemordagi haligi ularni bezovta qilayotgan qand miqdori, beldagi girejalar yo'q bo'lib qolmaydi. Hech narsani o'zgartirmaydi. Ana shu joyda meni fikrim boshqacha ketadi. Bu bunaqa bemorlik, bu operatsiyadan nima foyda degan savol beriladi. 5-10 kilo yog'ni olib tashlagan bilan asosiy sabab nimada? Bemorda shu gormonal o'zgarishdir. Hayot turmush tarzini to'g'ri ovqatlanish narsa buzilgandir, jismoniy harakat kamdir. Bir nechta sabablar bor. O'shalarni yo'qotmaguncha bu narsani qilgani bilan foydasi yo'q. Keyingi случайda yaqinda yana bir blogerimizni ko'rsatishdi. Uni ham abdominoplastika yog'lar olingan. Tasavvur qiling, bemorda ham shu olingan yog'lar abdominoplastika qanchalik darajada yordam beradi. Maqsad nima bo'lgan? Qomatni chiroyli ko'rsatish yoki tana vaznini kamaytirish. Tana vaznini kamaytirish bo'ladigan bo'lsa, bu olingan 5-10 kilo bilan vaziyat o'zgarmaydi. Bu 5-10 kiloni boshqa usullar bilan ham tushirib olish mumkin. Og'ir parhezlar va oshqozon kestirish operatsiyasi. Bu qadar jiddiy qadamga borishdan oldin nimalarni o'ylash va nimalar qilish kerak? Inson birinchi o'rinda o'zini organizmini o'zi o'rganib borish kerak. Boshqa odamda yaxshi kechgani bilan bu amaliyot senga to'g'ri keladimi? Bu shifokor yaxshi bo'lishiga qaramay, aynan shu jarrohlikni yaxshi bajarganmi? Ularni o'qib, kuzatib, keyin borish kerak. Hozirgi paytda aynan shu amaliyotda bajarganmi? Yaxshi shifokor bo'lishiga qaramay, yaxshi shifoxona bo'lishiga qaramay, o'sha texnika jihatidan shu amaliyotni bajarishga hamma texnikalari bormi? Va shu amaliyotni mana shu yerda shu amaliyotni qildirganlar qaysi fikrda, qaysi holatda, buni hammasini o'rganib chiqib, keyin borish kerak. Bunaqalar chekkada millionta yuribdi. Ular taniqli bo'lgani uchun ularniki bilinyapti xolos. Shuning uchun oddiy xalq hamma narsani reklamani ketidan ergashmasdan birinchi o'rinda o'zlarini organizmlarini chuqur o'rganib chiqib borish kerak. Va oldindan odziv degan narsa bor hozirgi paytda. Hozirgi paytda internet rivojlangan. Birinchi o'rinda psixologik holatga bu juda ham mosda. Dumboqliging yoqsa, dumboqligingcha o'zingni yaxshi ko'rsang, shu dumboq bo'lsang ham kasal bo'lmaysan, bilasan? Kasal bo'lmaysan va dumboqligingizni ketkazish uchun jarrohlik amaliyotiga ham yetib bormaysan. Bugun ijtimoiy tarmoqlar, ayniqsa Instagramda minglab ozish kurslari, marafonlar e'lon qilinadi. Jismoniy, fiziologik imkoniyatlari turlicha bo'lgan insonlarning hammasiga bir xil parhez va ozish usullari, dorilar taklif etiladi. Turli ozdiruvchi dorilarning savdosi esa avjida. Do'stlar, biz bu mavzuga hali yana qaytamiz. Siz esa ushbu ko'rsatuv havolasini yaqinlaringizga ham ulashib, bu haqidagi fikrlaringizni izohda qoldirsangiz xursand bo'lamiz. Biz shifokorlar har bir fuqaroni jarrohlik stoliga yotishni xohlamaymiz. Agarda ular biz bergan tavsiyalarga rioya qilsa, ya'ni bu nima tavsiyalar? Yuqorida aytib o'tilgan sog'lom turmush tarzi, sog'lom hayot, sport bilan shug'ullanish, sog'lom parhez va o'zini ustida doimiy ravishda to'xtovsiz demak sog'lom hayotga borish. Ana o'shandagina biz bemorlarga aytishimiz, fuqarolarga aytishimiz mumkinki, bu narsaga yetib kelmaymiz. Ya'ni shungacha bo'lgan masofani oldini olish kerak.
tushunamiz hozirgi kunda har bitta aytaylik uyg'ur nimalarida boshqada gipodinamik ya'ni kam harakatlik kuchayib boryapti borgan sari, lekin buni oldini olishimiz kerak. Raz xohlaymizmi yo'qmi, har bitta aytaylik telefon, har bitta antenna, har bitta kir yuvish mashinasi bizni ishimizni qay darajada yengillashtiradi. Lekin shuni kompensatsiya, ya'ni o'rnini to'ldirish uchun biz boshqa tarafdan yondashishimiz kerak. Ya'ni shuni o'rniga sport bilan shug'ullaning, fitness bilan shug'ullaning, yuguring, suzishga boring va o'sha o'zingizni sog'lom, parhezsiz yo'lga qo'ying va bu bilan doimiy kurashib boring deya olamiz. Go'zallik bu salomatlik degani emas. Ozish esa baxtning kafolati bo'la olmaydi. Tanlov qilishdan oldin o'ylang. Ongli qaror qabul qilish sizning huquqingiz. Salomat bo'ling.